Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi mashinamiz Labo avtomobili 2005-yil ekan. Pechkasi ishlamayapti, issiq havo haydamayapti, haydashga qiynalyapman deyapti akamiz. Mana hozir suv sistemasini qonli yuvish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Mana hozir motorda ishdan chiqayotgan musullar. Bunchalik musulga to'lib ketgan. Strashni o'tkazgan ekan. Musulga to'lganligini evaziga pechga qizimasdan issiq havo bermasin. Shunday ichidan musullar chiqyapti. Musul to'lganligini evaziga mashinamiz issiq havo bermagan. Pechkamiz issiq havo kelmasdan issiqlik bermagan. Kimgadir mana shunday suv sistemasida muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Tepada ko'rsatilgan telefon nomerlarimizga telefon qilib, adresimiz qayta so'rabdi, adresimiz qayerda deb. Surxondaryoda, Surxondaryo viloyati Sherobod shahridaman. Termizdan kelishda Qiziriqqa burilayotgan daryoni ko'piriga, ya'ni svetoforda ro'parasida ustaxonamiz joylashgan. Kimgadir xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol shu tepada ko'rsatilgan telefon nomerlariga telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Bizlar sizlarning xizmatlaringizda.